Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, uchastkalarni dang'illatib qo'ygan. Biznikidaqa mayda-chuyda ishlari qolganlar. Bu yil 2025-yildagi bir kattaroq ishimiz ablajt fasad ablisovkadan bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxda boramiz. Bu yilda hozirda 250 ming so'mdan kvadratini boshladik ablisovkalarni. Bu yer qo'shni tomonidan o'rtadagi devori. Mana shu joyda 70 kvadrat joyga 6 mingta ablisovka fasadiga g'ish keltirdik. Tumbalarini metri 300 mingdan. Pagona metri. Hop. Tagidagi betonini metri, pagona metri 50 mingdan bo'ldi. Bu tomonda barbigir qilganmiz, komplekt. Orqalari polni fasadi bilan bo'ldi. Bu yerda 2,5 metrlik рабочий stol, stolishni gaz plitasi, endi bu yoq tag tomoniga eshik qo'ydirishadigan bo'ldi. Bu yerda bitta 16 litrlik qozon. Bu yerda yangilik qilganmiz, O'zbekistonda hozir ikkita joyda qildik. Bu bittasi Andijonda bo'ldi. Bittasi Namanganda bo'lgan, mo'rlari ham tepagacha bo'lgan. Traynoy. Har doimgidek 5 kilolik mangala. Ichida tandiri bilan. Go'sht dimlaydigan tandiri bor. Tortishlarini ko'rsalaring. Mana ko'rsatib qo'yishimday qilib, Xolislar tandir mangallarni tortishlari. O'choq qo'yamiz. Endi hozir sinov jarayoni albatta. Bu yerda 16 litrlik 22 litrlik ekan bu o'chog'imiz. Tortishlari. Bu yerda рабочий stoli bor. Bu yerda kotol qismi ekan, kotolni. Bu tomonda moyka. Ozgina stoli bilan. Hozirgi kundagi narxi kimgadir qiziq bo'lsa, рабочий stol, gaz plita, moykalarni pagona metri 800 mingdan, o'choqlarni tochkasi $100 dan, mangali 4 million so'mdan qilyapti. Ekrandagi nomerlarga chiqib olasizlar. Ustani ko'rsatib qo'ying. Ustalarimiz qochib ketyapti. Ko'rib qolsa tarif olar ekan shekilli.